Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan barcha yurtdoshlarimiz uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu xabar ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi yoki yolg'iz yashaydigan qarindosh pensiyani kartadan olayotganlar uchun alohida ahamiyatli. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik sababli odam pensiya pulini vaqtida yecha olmasligi, karta bloklanib qolishi, qarzdorlik uchun pul ushlab qolinishi yoki firibgarlar qo'liga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Men bu mavzuni oddiy tilda, qadam-baqadam tushuntiraman. Oldin ko'pchilik pensiyasini naqd shaklda olardi. Pochtachi yoki mas'ul xodim uyma-uy yurib, pensionerning qo'liga pulni topshirardi. Odamlar hujjatni ko'rsatardi. Daftarga imzo qo'yardi va shu bilan masala tugardi. Kimdir bankka borishga majbur bo'lmasdi. Kimdir bankomat izlamasdi, kimdir karta parolini eslab yurmasdi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bu usul tushunarli edi. Keyin asta-sekin pensiya to'lovlari bank kartalariga o'tkazila boshladi. Buning yaxshi tomonlari ham bor. Karta orqali do'konda to'lash mumkin. Bankomatdan istalgan paytda yechish mumkin. Yaqinlar pulni nazorat qilishga yordam berishi mumkin. Lekin shu bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Karta muddati tugaydi. PIN kod pul bermaydi. Telefon raqami eskiradi. SMS kelmaydi. Mobil ilovaga firibgar kirishga urinadi. Qarzdorlik bo'lsa, avtomatik ushlab qolish holatlari yuz beradi. Eng yomon tomoni shundaki, ko'p pensionerlar bu jarayonlarning ichki tartibini bilmaydi. Ular pensiyam tushmadi. Bank kartam ishlamayapti. Pulim yo'qolib qoldi deb xavotirga tushadi. Aslida esa masala ko'pincha uchta sababdan biriga borib taqaladi. Kata bilan bog'liq texnik muammo hujjatlar yoki ma'lumotlarning yangilanmaganligi yoki odamning o'zi bilmagan qarzdorlik va cheklovlar. Men birinchi navbatda kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh kartasining amal qilish muddati tugab borayotgan pensionerlar. Har bir plastik kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, kartada 0525 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi. Shu muddat o'tgandan keyin pensiya tushishi mumkin. Lekin karta orqali to'lov qilish yoki bankomatdan pul yetish muammo bo'lishi ehtimoli bor. Ba'zi banklarda yangi karta avtomatik tayyorlanadi. Ba'zilarida esa pensionerning o'zi ariza berish kerak bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon har oyning 10 sanasida 1 million 800 ming so'm pensiya oladi deylik. U kartaning muddati tugaganini bilmagan. Pensiya hisobga tushgan. Lekin bankomat karta amal qilmaydi deb chiqargan. Otaxon pensiyamni bermayapti deb o'ylagan. Aslida pul yo'qolmagan, faqat eski karta ishlamay qolgan. Bunday vaziyatda bank filialiga pasport yoki ID karta bilan borib, yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Agar pensioner yurishga qiynalsa, yaqinlari bankdan ishonchnoma tartibini so'rash kerak. Ikkinchi guruh telefon raqamini almashtirgan, lekin bankdagi raqamni yangilamaganlar. Bugun karta xavfsizligi ko'p hollarda SMS xabarlarga bog'langan. Pul tushgani, pul yechilgani, internet to'lovlari, tasdiqlash kodlari telefon raqamiga keladi. Agar pensioner eski raqamini ishlatmay qo'ygan bo'lsa, SMS boshqa odamga borishi yoki umuman kelmasligi mumkin. Bu juda xavfli. Chunki firibgarlar aynan shunday boshliqlardan foydalanadi. Masalan, onaxon eski raqamini nabirasiga bergan, o'zi esa yangi raqam olgan. Bankdagi karta hali ham eski raqamga ulangan. Bir kuni internet orqali firibgar qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi, SMS kodni ayting deydi. Nabira telefoniga kelgan kodni onaxonga aytadi. Onaxon esa firibgarga aytib yuboradi. Natijada kartadagi 900 ming so'm yechib olinadi. Bunda bankni ham, pensiya jamg'armasini ham ayblash qiyin. Chunki maxfiy kod egasi tomonidan berilgan bo'ladi. Shuning uchun bankka borib telefon raqamini to'g'irlash juda muhim. Uchinchi guruh kredit, aliment, kommunal qarz yoki sud ijrosi bo'yicha majburiy qarzdorligi bor pensionerlar. Ko'pchilik buni bilmaydi. Lekin ayrim qarzdorliklar bo'yicha hisobvaraqlar cheklov qo'yilishi yoki ma'lum miqdorda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu har doim ham bankning xohishi bilan qilinmaydi. Ko'pincha ijro hujjati sud qarori yoki tegishli tashkilotning talabnomasi asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun bank pensiyamni olib qo'ydi deyishdan oldin qarzdorlik bor yo'qligini tekshirish kerak. Misol uchun, pensioner 2 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning oldin olingan 6 million so'mlik kreditidan qarzdorlik qolgan.
bank yoki ijro organi qonuniy tartibda ma'lum qismini ushlab qolishi mumkin. Odam bankomatga borsa, kutilgan 2 million 200 ming o'rniga 1 million 500 ming so'm ko'radi. U pulim kamayibdi deb hayron bo'ladi. Aslida 700 ming so'm qarzdorlikka ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak. Bankdan hisobvaraq ko'chirmasi olinadi. Ijro byurosidan yoki tegishli idoradan qarzdorlik asosini so'raladi. 4-guruh kartasini boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar. Men bu yerda juda jiddiy ogohlantiraman. Pensionerning kartasi, PIN kodi va SMS kodi faqat uning o'ziga tegishli. Farzand, kelin, kuyov, qo'shni, tanish yordam berishi mumkin. Lekin karta ustidan to'liq nazoratni olib qo'yish to'g'ri emas. Afsuski, hayotda shunday holatlar bo'ladi. Keksa odam pensiyasini oladi, lekin pulni o'zi ishlata olmaydi, chunki kartasi boshqa odamning qo'lida. Keyin doriga, oziq-ovqatga yoki yo'lga pul kerak bo'lganda muammo chiqadi. Masalan, bu esa 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Kartani nabirasi men yechib beraman deb olib yuradi. Har oy 20 million so'mni beradi. Qolgan 600 ming so'mni keyin hisoblashamiz deydi. Bu 1-2 oy emas, yarim yil davom etsa, bu yilning 3 million 600 ming so'm puli nazoratsiz ketadi. Bunday vaziyatda oila ichida ham aniq tartib bo'lishi kerak. Pul yechilgan sana, summa, nima uchun sarflangani yozib borilishi kerak. Yordam boshqa, pensionerning pulini boshqarib olish boshqa. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar kartangizning muddati hali tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulangan bo'lsa, qarzdorligingiz bo'lmasa, karta PIN kodingizni hech kimga bermagan bo'lsangiz va har oy SMS orqali tushumlarni tekshirib tursangiz, sizda xavf ancha kamayadi. Lekin baribir xotirjam bo'lib ketmaslik kerak. Chunki firibgarlar texnik nosozliklar va hujjatdagi xatolar oldindan ogohlantirib kelmaydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushgani bilan bankomatda naqd pul bo'lmasligi mumkin. Bu pensiya tushmadi degani emas. Ba'zan pensiya kuni ko'pchilik bir vaqtda pul yechishga chiqadi. Bankomatdagi naqd pul tugaydi. Bankomat mablag' yetarli emas deb yozsa, bu har doim sizning hisobingizda pul yo'q degani emas. Ba'zan bankomatning o'zida pul yo'q bo'ladi. Bunday paytda boshqa bankomatni sinab ko'rish. Bank ilovasi yoki SMS orqali balansni tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bankomat pul bermay turib, hisobdan yechilgandek ko'rsatishi mumkin. Bu kam uchraydi, lekin bo'ladi. Masalan, pensioner 20 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat texnik xatolik qiladi, pul chiqmaydi, lekin SMS da yechildi deb keladi. Bunday vaziyatda darhol bankka murojaat qilish kerak. Bankomat joylashgan manzil, vaqt, summa, karta raqami, SMS xabari saqlanadi. Odatda bank tekshiruv o'tkazadi, inkassatsiya va tizim ma'lumotlarini solishtiradi. Agar pul haqiqatan berilmagan bo'lsa, hisobga qaytariladi. Lekin pensioner o'sha zahot hech narsa qilmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi nozik jihat. Karta yo'qolsa yoki o'g'irlansa, ertaga boraman deb kutmaslik kerak. Karta yo'qolgan daqiqadan boshlab xavf boshlanadi. Agar PIN kod karta bilan birga qog'ozga yozib qo'yilgan bo'lsa, bu eng yomon holat. Men ko'p yosh katta insonlarda shuni ko'raman. PIN kodni unutmaslik uchun karta g'ilofining ichiga yozib qo'yishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Karta yo'qolsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Keyin bank filialiga borib, yangi karta olish uchun ariza beriladi. 4-nozik jihat. Firibgarlar ko'pincha pensiya bo'limidanman. Bank xavfsizlik xizmatidanman. Kartangiz bloklanadi, kompensatsiya beriladi. Yangi qaror chiqdi degan gaplar bilan aldaydi. Ular odamni qo'rqitadi yoki qiziqtiradi. Masalan, sizga 3 million so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizga o'tkazamiz, faqat kodni ayting deydi. Men aniq aytaman, hech bir haqiqiy bank xodimi SMS kodini so'ramaydi. Hech bir rasmiy tashkilot telefon orqali kartaning to'liq raqamini, amal qilish muddatini va maxfiy kodini so'rab pul bermaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. 5-nozik jihat. Pensiya kartasidan internetda to'lov qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Ayrim pensionerlar o'zlari qilmaydi. Lekin nevaralar karta ma'lumotlarini telefon o'yinlariga, onlayn xizmatlarga yoki noma'lum saytlarga kiritib qo'yadi. Keyin har oy avtomatik to'lov yechila boshlaydi. Masalan, karta ma'lumotlari biror pullik xizmatga ulanib qolsa, har oy 1.9 ming, 9 ming yoki 1.7 ming so'mdan yechilishi mumkin. Pensioner esa nega pulim kamayapti deb tushunmaydi.
Shuning uchun karta harakatlarini oyga kamida bir marta tekshirish kerak. 6 nozik jihat. Pensiya kartasini boshqa bank kartasiga o'tkazishda komissiya bo'lishilishi mumkin. Odam 20 million so'mni bir kartadan boshqasiga o'tkazadi, lekin 20 million to'lib bo'lmaydi. Masalan, 995 ming yoki 990 ming tushadi. Bu bank tarifiga bog'liq bo'lishi mumkin. Har bir o'tkazmada kichik ko'ringan komissiya oy davomida sezilarli summaga aylanadi. Shuning uchun pensionerning pulini doim boshqa kartaga aylantirib yurishdan oldin tariflarni bilish kerak. 7-nozik jihat. Hujjatlar yangilangan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak. Pasport ID kartaga almashtirilgan, familiya o'zgargan, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bank va pensiya bilan bog'liq tashkilotlarda ma'lumotlar mos bo'lishi lozim. Ba'zida aynan ma'lumotlar mos kelmagani uchun xizmatlar cheklanadi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Bu pensioner uchun ortiqcha yugur bo'lib tuyuladi, lekin moliyaviy xavfsizlik uchun zarur. Har bir holatda ham vahima qilish kerak emas. Masalan, pensiya bir kun kechiksa, bu darhol katta muammo degani emas. Ba'zan dam olish kuni, bayram banklararo tizimdagi yuklama yoki texnik jarayonlar sababli pul tushish vaqti farq qilishi mumkin. Lekin odatdagi sanadan bir necha kun o'tib ham pul tushmasa, shunda tekshirishni boshlash kerak. Yana bir istisno. Karta bloklangan bo'lsa ham pensiya yo'qolmaydi. Pul odatda hisob varaqda turadi. Karta faqat puldan foydalanish vositasi. Hisob varaq boshqa, karta boshqa. Karta eskirsa, yo'qolsa yoki bloklansa, hisobdagi pul avtomatik yo'qolib ketmaydi. Lekin odam yangi karta olmaguncha yoki bank orqali muammoni hal qilmaguncha bu puldan foydalanish qiyinlashadi. Yana bir muhim jihat. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sabab bankka bora olmaydi. Bunday holatda oila a'zolari o'zboshimchalik bilan karta va pulni boshqarish emas, qonuniy yo'lni tanlashi kerak. Notarial ishonchnoma, bankning masofaviy xizmatlari, ijtimoiy xodim yordami yoki rasmiy vakillik tartibi bor. Har bir bankda ichki tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan qo'ng'iroq qilib, qanday hujjatlar kerakligini so'rash ma'qul. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan keyin ham pul yechish juda xavfli va noqonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi odamlar baribir oila puli-ku deb o'ylaydi. Lekin vafotdan keyingi to'lovlar, meros tartibi, ortiqcha tushgan pensiya va qaytarish masalalari alohida tartibda hal qilinadi. Bunday paytda bank va pensiya organiga rasmiy murojaat qilish kerak. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan ish ko'rish zarur. Endi men nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pensionerning kartasini tekshiring. Karta muddati qachongacha amal qilishi mumkin. Agar tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bankka oldindan murojaat qiling. Kartamning muddati tugayapti, pensiya kartamni yangilashim kerak deb ayting. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, telefon raqamingiz va eski kartani olib boring. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamini tekshiring. Bank filialiga borib yoki rasmiy ilova orqali karta qaysi raqamga ulanganini aniqlang. Agar raqam eski bo'lsa, darhol yangilang. SMS xabarnoma xizmatini yo'qing. Har bir kirim va chiqim haqida xabar kelib tursin. Bu kichik xarajat bo'lishi mumkin, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan juda foydali. Uchinchi qadam, PIN kod va SMS kod bo'yicha qat'iy qoida o'rnating. Men buni har bir oilaga aytaman. Pensionerga tushuntiring, hech kimga SMS kod aytilmaydi. Bank xodimi bo'lsa ham, pensiya xodimi bo'lsa ham, militsiya desa ham, kod ayting degan joyda suhbat tugaydi. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, yaqin ishonchli odam bilan xavfsiz usulda tartib qiling. Lekin karta bilan kod bir joyda turmasin. 4-qadam. Har oy hisobvaraq harakatini tekshiring. Bankdan mini ko'chirma oling yoki ilovada kirim chiqimni ko'ring. Pensiya qancha tushdi? Qachon yechildi? Qayerga o'tkazildi? Qanday komissiya olindi? Hammasi ko'rinib turishi kerak. Agar tushunarsiz, egan ming so'mlik yechimlar bo'lsa, darhol bankdan izoh so'rang. Kichik summalarni e'tiborsiz qoldirmang. Firibgarlik ko'pincha kichik summadan boshlanadi. 5-qadam. Qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Agar pensiya kutilgandan kam tushayotgan bo'lsa yoki hisobdan pul ushlanayotgan bo'lsa, bankdan yozma ko'chirma oling. Unda pul qayerga ketgani ko'rinadi. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Mendan nima asosda, qancha miqdorda ushlab qolinmoqda, qarzdorlik qoldig'i qancha deb so'rang. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Hujjat talab qiling. 6-qadam.
Bankomat muammosida isbotlarni saqlang. Pul chiqmasa, lekin SMS'da yechildi desa, bankomat oldidan ketib qolishdan oldin vaqtni yozib oling. Chek chiqqan bo'lsa saqlang. Chek chiqmagan bo'lsa, bankomat raqami yoki manzilini yozing. Darhol bankka murojaat qilib ariza qoldiring. Arizada sana vaqt, summa, karta egasining FIH telefon raqami va muammo tafsilotini yozing. 7-qadam. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun oilaviy nazorat tizimini yarating. Masalan, har oy pensiya tushgan kuni farzand yoki navra qo'ng'iroq qilib, pul tushdimi, SMS keldimi, hech kim qo'ng'iroq qilib kod so'ramadimi deb so'rasin. Bu nazorat pulni tortib olish uchun emas, himoya qilish uchun bo'lishi kerak. Keksa odam o'zini yolg'iz his qilmasa, firibgarga ishonib qolish ehtimoli kamayadi. 8-qadam. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, tartibni qayta ko'rib chiqing. Pensionerning roziligi, ehtiyoji va manfaatlari birinchi o'rinda turishi kerak. Agar farzand pul yechib berayotgan bo'lsa, qancha yechilgani va qancha berilgani ochiq bo'lsin. Dorilar, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun sarflangan pulni yozib borish yaxshi odat. Bu oilada ishonchni saqlaydi va kelajakdagi nizolarning oldini oladi. 9-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Bank nomidan kelgan havolalarga darrov bosmang. Telegramdagi noma'lum guruhlarda pensiya oshdi, ro'yxatdan o'ting, kartangizni kiriting degan e'lonlarga ishonmang. Har qanday yangilikni bankning rasmiy telefoni, rasmiy sayti, pensiya jamg'armasi yoki mahalladagi mas'ul xodim orqali tekshiring. Agar xabar odamni shoshiltirsa, qo'rqitsa yoki kod so'rasa, bu ko'pincha firibgarlik belgisi. 10-qadam. Muammo chiqsa yozma murojaat qiling. Bankka borganingizda faqat og'zaki so'rab chiqib ketmang. Kerak bo'lsa, ariza yozing va ro'yxatdan o'tkazilgan raqamini oling. Arizada pensiya kartamdan falon sanada falon summa yechilgan, asosini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pensiya tushmasa, falon oy pensiyasi to'lovi kartamga kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qilinadi. Hujjatli murojaat masalani tezroq va aniqroq hal qilishga yordam beradi. Demak, pensiyasini kartaga oladiganlar uchun asosiy xavf pulning yo'qolib ketishida emas. Balki karta muddati, telefon raqami, qarzdorlik, firibgarlik va nazoratsiz foydalanish kabi masalalarda men sizga tavsiya qilaman. Buguni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki tanishingizning pensiya kartasi tekshirib bering. Karta muddati, SMS xabarnoma, telefon raqami, qarzdorlik va oxirgi pul yechimlarini ko'rib chiqing. Agar bular vaqtida tekshirilsa, pensioner o'z pulini o'z vaqtida oladi. Firibgarlar alday olmaydi. Bankdagi texnik muammo ham tezroq hal bo'ladi. Eng muhimi, keksa insonlarimiz pensiyam qayerga ketdi deb xavotirda qolmaydi. Sizda ham pensiya kartasi bilan bog'liq shunday holat bo'lganmi? Pul kech tushganmi? Karta bloklanganmi? Bankomat pul bermaganmi yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu muhim ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.